Dada, buyurmasmayapti-ku mani. Uylantirib, jo'nalarim uylangan. Nechaga kirding? 20ga. Bizlar arangga 35 ga kirib uylanganmiz. Hali senga vaqt bo'lku. Sen bu bo'yicha meni baxtimga to'g'anoq bilyapsanmi? Hozir seni men bir gazlayman. Ketdim men. Jo'rabek aka. Ha. Sami telpab aka. Ha. Ana shu sizni xotiningizga qarab gap o'tyapti. Meni xotinimgami? Ha? Mashinaga qilaman Sami telpak to'zdi. Sen meni xotinimga Kelib Hansani xotinga gap otasizmi? Uyga boraymen, maydalab tashlayman. Mening qulimcha, endi mazam o'chiraman. Voy jo'ra, ularga qarasang bo'lmaydimi? Talqida o'lan buzib beraydi. O'ylangni nima buzadi? Dada, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Ayamga qarab gap o'tyapsiz. O'lan yaqinlashib bor. Ashnacha gaplar aytib. Endi sen mana eshit. Samarqand sentridan Zuhal guruh domlari qurilibdi. Ana shu yerdan bitta uy olasan, qochib ketasan, qutulasan. Bu maydachani men juda yaxshi bilaman. Bundan bo'lsa qutula olmaysan. Mana qutulasan. Jumanazar loyihamiz Samarqand shaharining markazi vokzal hududida joylashgan. 12, 14, 16 qavatli ta'mirlangan holatda patkilish topshiramiz. Zo'r tomoni barcha qavat narxi bir xil. Va bu uyimizni olsangiz, olmasangiz ham bir xonali uy yutib olishingiz mumkin. Qanaqa? Sharti juda ham oddiy. 10-aprel kuni kechga 20:00 da manfaatli taqdimot qilyapman. Mana shu taqdimotga kirib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi va ertasi kuni 11-apreldan ofisimizga kelib, bir xonali xonadon yana qo'shimchasiga 3 milliardlik sovg'alardan birini egasi bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, boshlang'ich to'lovi ham yo'qmi? Boshlang'ich to'lovsiz yana 60 oyga beryapmiz. Bo'lmasa menga ham bitta dom bering, mana shu kishining qo'shnisi bo'ladi. Hay, inaningni. Ketibman. Qo'yma dedim, men o'tibdi. Sami telpab aka. Ana shu sizni xotiningizga qarab gap o'tyapti. Meni xotinimgami? Mashinaga qilaman Sami telpak to'zdi. Sen meni xotinimga Kelib Hansani xotinga gap otasizmi? Uyga boraymen, maydalab tashlayman. Mening qulimcha, endi mazam o'chiraman. Voy jo'ra, ularga qarasang bo'lmaydimi? Talqida o'lan buzib beraydi. O'ylangni nima buzadi? Dada, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Ayamga qarab gap o'tyapsiz. O'lan yaqinlashib bor. Balacha, salom bermasanmi? Mana senga salom. Yo'qdan yelim yo'q, bo'lmasa tutaga berjan. Sen meni so'kapsanmi? Hozir dadamga aytaman. Dadam seni qo'yadi. Dada, ana qatta bu bo'yicha sizni shamshigaring 3 ton tanam deyapti. Nima aytdimi? Ha, men bo'lsaydim sizni o'rningizga chidolmaydim. Dada, mana shu bu bo'yicha. Uring dada. Ha, ayoldan tushma. Uring dada. Halicha yana kelyapti-ku. Ha? Jiddona, yana so'kapsanmi? Hozir dadamga aytaman, dadam maynoq qiladi. Gavna, men keltirlar, men to'kam, mani yo'q beraman. Dada, ana bu bo'yicha sizni maynoq qilaman, gazlayman dedi. Kamni qilibdi unga. Bilmasam. Yur qani. Hoji buva, Ha, ular. ko'chaga chiqib o'tiringiz, ko'chaga ham chiqmay qo'ydingiz. Endi menga nima? Ko'chaga chiqmayman, she'r ma'qul menga. Ha, setkalar o'g'u. Ishimiz tugatgandan keyin hisob-kitobni siz qaytaydik. Baqana bilini. Hoji buva, uyingizni men travertin Atochinto variantida qilib berdik. Bunga loy tegadimi, rasvo tegadimi, bemalol karcher bilan yuvsa bo'ladi. Bu ishimizga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz. O'zbekiston